G'afur G'ulomning Shumbola asari haqida Booktuber. Shumbola o'zbek adabiyotidagi mashhur asarlardan biri bo'lib, yozuvchi G'afur G'ulom tomonidan yozilgan. Bu asar bolalar va o'smirlar hayoti, ularning sho'xligi va qiziqarli sarguzashtlarini aks ettiradi. Asarda bosh qahramon Shumbolaning hayoti tasvirlanadi. U ota-onasidan ayrilgan, hayotning og'ir sinovlariga duch kelgan bo'lsa-da, o'zining quvnoqligi va topqirligi bilan turli vaziyatlardan chiqib ketadi. Bola ko'pincha sho'xlik qiladi, ba'zida muammolarga duch keladi. Lekin u yomon niyatli emas, aksincha yuragi pok. Asarda uning turli odamlar bilan uchrashuvi, boshidan kechirgan kulgili va ba'zan achinarli voqealari orqali jamiyat hayoti ham aks ettiradi. Shumbola o'zbek bolalar adabiyotining eng sevimli asarlaridan biri bo'lib, u nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham qiziqarli. Asar orqali o'quvchi kuladi, o'ylanadi va hayot saboqlarini oladi. Agar siz kulgili, mazmunli va o'qishga yengil asar izlayotgan bo'lsangiz, Shumbola asari aynan siz uchun.